Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa mana keyingi Samarqand shahriga chiqib ketadigan zakazlarimiz tayyor bo'lib qoldi. Bu qo'xonalarimizning razmeri eniga 1,5 metr, uzunligi 4 metr. Anchadan beri sizlarga ma'lumot berolmayapmiz. Sababi ishxonada ishlar tig'izligi uchun sizlarga ma'lumotlarni berolmayapmiz. Mana ikkita 4 metrga 1,5 metrlik tomli variantimizdan ikkita qilib berganmiz. Bundan tashqari ikkita to'q katalarimizdan qilib berganmiz. Taylar yelim tolli, tayda mana bunaqangi g'alatollar chiqadigan go'ngi bunga to'planadi. Yelimda oralari ochiq-ochiq bo'ladi, bemalol tushib ketadi. Yig'ma, Lego singari yig'ilaveradigan holatda, mana oxirlarini olib qo'ysalar chiqaveradi. Yuvib chayqab joyiga surib kelsalar ham bo'ladigan holatda. Mana eshiklariga bitta ahamiyat, bitta ishlarni ko'rsatib oling. Bunda xo'roz, dagan, xohlagan to'g'larini boqsalar ham bo'ladi. Qo'ndoqqa joylar tashab ketilgan, qo'ndoq ilgani tomlari ham har bir detali yig'ilib sochiladi. Tomlar tagiga falgalari обязательно beriladi, qadrli obunachilar. Xo'p, to'q katayimizning razmeri uzunligiga 2,5 metr, eniga 1,20, balandligi oldi tarafi 1 metr, orqa tarafi 1,20, 1,15 sm atrofida bo'ladi. Bularimiz mana ikkita bir xil holatda va ikkita bir xil holat qo'yxonalarimizni yasab berganmiz. Qadrli obunachilar, mana shifr qo'yishdan oldin mana tayda bir qator falgasi bo'ladi. Keyin shifr qo'yiladi. Hozir bitta shifrni qo'ygan. Hammasi detalli, har bir detali nomerlanib, обязательно egasiga ketishidan oldin nomerlar qo'yiladi. Borgandan keyin ham terishga oson bo'lishi uchun. Misol, 2 qilib oldi tarafiga oldirib yozib qo'yiladi. Terishga ham unaqangi murakkab konstruksiya sabab Lego singari bir-biriga terilib yig'iladi. Taxtalarimiz asli. Xo'p, narxiga qiziqqanlarga qadrli obunachilar, shu holatda 5 million 200 mingdan qilib beryapmiz. To'q kataylarimizni shu holatda 2 million 600 mingdan qilib beryapmiz, qadrli obunachilar. Kimga kim shunaqangi to'q kataylar, qo'rg'onalar zal bo'lsa, aloqaga chiqsalar, choylar narxlarda qilib beriladi. Bundan tashqari mana ishxonada ishlayotgan holatlarni bitta ko'rsatsalar ham bo'laveradi. Kraskalar sepiladi, mana shu holatda kraskalar sepiladi mana. Ko'rsalar ham bo'ladi. Mana bunisi ham o'sha voha tarafga chiqib ketadigan qo'yxonamiz tayyorlanyapti. Bunisi o'zimizda adashmasam vodiyga 5 xonali kraskaga tayyor qilinyapti. Shuni tomlari hozir tayyorlab qo'yilgan holatda. Hashaxonalarimiz va ichkarida ishxonani sexlarni bitta ko'rsatib qo'yishimiz bo'ladi. Sexlar to'nli mashitda. Bolalar hammasi katta ishlar chiroyli qilib holatga chiqarib berishadi. Qadrli obunachilar, mana bu yoqda kataylarimizni setkalari qatirilish holatlari bitta bu yoqdan ko'rsatib ichkarida setkalarni qotirishyapti. Bu ham hozir o'zimizni Marg'ilonga chiqib ketadigan to'q kataylarimiz. Qiziqqanlar bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib bog'lansalar, chiroyli narxlarda обязательно sizlarga ma'qul keladigan narxlarda qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin.